Assalomu alaykum. Bir qiziq keys haqida gapirib o'tmoqchiman. Hozir qabulimga 2023-yilda tug'ilgan bemor keldi. Bemordagi xurujlar atanik ko'rinishda bir kunda, demak, 15-20 marta kuzatilyapti. Xurujlar 3 oy oldin boshlangan. Bemorga hozir onasining aytishi bo'yicha men 10-nevrolog ekanman. Menga kelgan shu paytgacha 10dan ortiq nevrologga borgan ekan. Demak, bemorda atanik ko'rinishdagi xurujlar, ya'ni boshni oldinga tashlash bilan kuzatilayotgan xurujlar bo'lyapti. Bir kunda, demak, 20 tagacha. Bemorga Canulex preparati yozib berilgan. Bemorda qilib ko'rganimda juda ham qiziq holat chiqdi. Mana ko'rib turibsizlar, bemorda demak 41-minutdan 41:04, ya'ni 41-minut 4-sekunddan boshlangan va mana shu ko'rinishdagi tinimsiz kuzatilayotgan epileptik achaklar chiqyapti. Mana ko'ryapsizlar, 41:04dan boshlanib 41 mana 36 gacha davom etyapti va bu yog'i mana normallashdi. Demak, bemorda 30 sekund davomida tinimsiz epi achaklar chiqyapti. Demak, buni fan tilida elektricheskiy status, ya'ni elektrik status deyiladi. Bemorda klinikada, ya'ni bemorda ko'rinishda epileptik xurujlar kuzatilmaydi, lekin egida tinimsiz chiqishi kuzatiladi, ya'ni elektrik status deyiladi. Bunday holatda agar bemorda o'z vaqtida xurujlarni to'xtatmasak yoki egidagi o'zgarishlarni yaxshilamasak, bemorda chuqur aqliy nutqiy harakati rivojlanishidan orqada qolish va nogironlikkacha olib kelishi mumkin.